Assalomu alaykum. Wow, zo'r. Rahmat, xush kelibsizlar kelganinglar uchun. Hammanglarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi mehmonimiz Instagramda qisqa kino desa bo'ladi. Endi bu Vine deyishga men tilim bormaydi. Kino content. Da, kino content. O'zini auditoriyasiga, o'zini muxlislariga ega bo'lgan. Iltimos, qarsakiylar bilan kutib olamiz. Parviz Bahromov. Hamma meni ko'rgani keldimi suhbatlashgan? Albatta. Zo'r, super. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Qo'l ikkalamiz qilsak 38 ta odam kelardi, bugun 40 ta odam kelibdi siz deb qarang. Yaxshi. Bu ham o'zingiz komandadoshlaringiz. Bitta qarsak bilan boshlab olamiz. Mavzuni o'qigansizlar, kitob va kino deganmiz, lekin taroy uschilashtiramiz endi. Ha. Hayron qoldim to'g'risi. Kitob deyishdi, men kitobxon emasman, fikr filmni qo'shinglar dedim. Sho deb o'zgartirishdi. Men kitobxon emasman deylar, lekin profillari bor. Oxirgi marta o'qigan kitobingiz qaysi deb so'rab berarlar hammadan. Tavsiya berish uchun-da, to'g'ri. Ha, film, kitob bo'lsa, uje abstraktniy bo'ladi. Juda ham katta mavzu, vaqt ko'p talab qiladi. Shuning uchun hozir kompaktniy mavzu qilamiz. Qaranglar. Xolisanglar filmdan, xolisanglar kitobdan, xolisanglar Vine'dan gaplashamiz. Qaysidir asardan sizlar yoqtirgan yoki yoqtirmagan, o'lishi kerak deb hisoblagan lekin o'lmay qolgan personajlar yoki tirik qolish kerak deb hisoblagan lekin o'lib ketgan personajlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Diyor. Kim bilan keldingiz? Hamkasblar bilan. Hamkasblar. Birgalashib nima ish qilasizlar? Birgalashib bekorchilik? Bekorchilik. Unga ham oylik to'lanmayapti umumiy. Oliy ma'lumotli bekorchilarmiz axir. Birinchi qatorda. O'qituvchilar? Yo'q, ja unaqa emas. O'qituvchilar lekin. Menimcha O'zbekistonda eng ko'p ish qiladigan o'qituvchi. Ko'p oylik oladigani. To'g'ri. Tak. Hazil qilmasdan gapirilsa-chi? Hazil qilmasdan gap. Seriozmi? Jiddiy. Akfada ishlaymiz. Akfada joyda ishlayapsiz. Yaxshi, sizlar abedga ham qatga boramiz demaysizlar. To'g'ri. Mana joy yaxshi-da. Oshxona ichkarida deb. Ha, o'zidami? Hammasi. Jahongir akam sog' bo'lsinlar. Kesib tashlaymiz bu yoqni. Yaxshi reklama. Birinchi marta kelyapsizlar. Da, birinchi marta. Kim bo'lib ishlaysiz? Mansabingiz nima? Mansabim emas, ta'minotchiman. Ta'minlab turasiz. Da. Profillar bilan ta'minlaysan. Akvayasi degan narsalar bo'ladi-ku, o'sha bilan. Bizaniki sal spetsifik o'sha. 70-75. Ko'pchilik eshitmagan bo'lsa kerak, gazoblok chiqaramiz biz. Ha, bilamiz ani. Benzinni yaqin, olovda chaching. O'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan. Gazoblok. Shunaqa gazobloklardan bozorlik qilsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Nega bilishmaydi? Okey. Tomini ham qilish kerak-da, lekin. Chesamiz. O'sha lekin bitta joyda videoni ko'rdim. Tommopti. Men bunaqa bo'lgani uchun, Al Capone bo'lgani uchun yonyapti deydi. Bizga murojaat qiling, biz yonmaydiganlardan qilib beramiz. Yusuf aka ham komment yozibdi. Yo'q, anaqa bo'pti. Xo'p, hamkasblaringiz nima ish qilishadi, tanishtirsangiz? O'zlarini tanishtirib qo'ydim. Okaga yoqadigan gap gapirdingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Muyassar. Muyassar. Buxgalterman. Akfadish. Buxgalter. Hisob kitob bo'ling. Hisob kitob. Если что, qamaladigansiz. Yordamchilar bormi? Men yordamchiman. Yordamchi. Ketadi, siz o'tasiz keyin. Keyingisi siz deydi. Zo'r. Yordamchi bular emasmi? Yo'q. Necha yildan ishlaysiz? Men 4 yildan beri ishlayman. Yaxshi, buxgalter. Eng ko'p qancha ushlagansiz qo'lingizga pulni? Oxirida pul deb yaxshi aytdingiz. Qo'lda ushamagan. O'sha sifir raqamlar nechta edi? Milliard? So'm? Euro. Boshqa davlatga ham eksport qilasizlar? Zo'r. Qisqosizlar, ko'rsizlar, qancha pul o'tdi. Achinmaysizmi, unda o'tib ketayotganda? Achinaman. Puli bor odamlar ham ko'rsa kuzatar ekanda meni. Zo'r, men o'ylardim faqat
qorni ochlar kuzatadi. Yo'q, Ha. kontentlaringiz rosa yoqadi bizga. Shuning uchun keldik. Yo'q, xursand bo'ldim. Yaxshi, yaxshi. Nimaga donat qilmaysiz siz? Anu milliardlardan ozgina Shu. Motivatsiya uchun, a? Zo'r. Xursandman. donat ajratilganmi alohida? Da. Ha, yo'q. Tunov kuni o'zim ham ishonmadim. 2 million donat qilishdi. Wow. O'sha siz emasmi? Yo'q, Ha, biz Ha, sizmi? Ha, kelishingizga yo'l kiramiz. Yo'l kira taksi. Mana yana bitta Parviz uchun kelgan insonimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Doston. 21 yoshman. G'irt bekorchiman. Bekorchi. Ha, oliy ma'lumotim yo'q. O'qimaysiz ham? Yo'q. Pulni kimdan oldingiz? Uydagilardanmi? O'zimdan. O'zingizdan. Ha, bekor. Qanaqa? Bekorchilikka oylik to'lanadigan Mana. joyda ishlayman. Yaxshi bola bo'lganingiz uchun. Bunaqa qilib Sizlardanmi? Yo'q, akfada ishlamayman. Qayerda? akvada ishlaymiz. O'qiganmisiz? Yo'q, o'qimaganman. O'qimaganmisiz ham? Ha. Nima ish qilmoqchisiz? Katta bo'lsangiz. Yana shunga kelganman. Ish qidirishga. Ha, ish qidirishga. Hali ham Toshkentga, qidiryapsiz ishni. Toshkentga ish qidirish. O'zi kecha keldim. U qayerdan? Qashqadaryo. Hmm. Yo'q, ularga aloqam yo'q. Oktagon jangda если что variant bor. Oktagon Yo'q. ishchisi bo'ladi. Ularga aloqam yo'q. Zo'r. Ularga aloqam bo'lganda Parviz akani kuzatmasdim. Oo. Ana. Xursandman. Men kuzataman lekin ularni. Az. Ha, qo'lingizdan nimalar keladi? Hozir siz reklama qilsangiz, может, qanaqadir headhunter olib ketishasiz sizni. Qo'limdan hozircha bekorchilik keladi. Hozircha bekorchilik. Unda. Sizlar bo'lishar ekan lekin. Til bilasizmi? Yo'q. Til ham bilmaysiz. Keyin mehmon. Boshqasiga mikrofon. Yaxshi. Xursandmiz Doston kelganingizdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashib qo'yamiz. Ismingiz? Madina. Madina. Oldin kelgansiz? Kelganman faqat bu ko'rsatuvga emasda, boshqasiga. Boshqasiga. Bu ko'rsatuvga men kelganim uchun keldingiz. Yo'q, to'g'risi unaqa ham emas. Yes. Shu bilan bugun ko'rsatuvga ketamiz. Pilis. Mana shu pikda. Hammaga rahmat. Yaxshi, ajoyib. Ishlaysiz, o'qiysiz? Hozir o'qiyman, lekin universitetda emas, akademiya olganman. Учебный centrda o'qiyman. Dars ham berasiz menimcha. Yo'q, men ishlamayman. Ha, ishda eshak qilsin. A? Yo'q, o'zim. Eshak qilsin deyaptilar. Siz nima desam ham yo'q deylar bular hozir. Yo'q, men ko'rmayman demoqchi emasman, bularni kuzataman. To есть, bilamiz, kirib kuzatmayman-da profilga. Poyezddan kuzatasiz. Rektda chiqadi, o'shani ko'raman bo'ldi. Anaqa Farruh Sharipov ko'rsatuvlarida chiqqanda ko'rganman. O'sha Sarvqomat Dilbarimni videosini, kinoni anaqa qilganlarida. Da. Ismingiz nima edi hoji? Muhammadjon. Necha yoshsiz? 19. 19. She'r yozasiz. Ha. Nima haqida? Ko'pincha o'zi haligi ichimdan keladi yoki qanaqadir muammolar yoki o'sha she'rga boshqalar haqida o'tgan o'sha syomka qilinmagan shouda ham kelib she'r o'qidim. Bu songa bag'ishlab she'r yozdingizmi? Yozdim. Vaqt. Bitta qarsak bo'lsa o'qib beraylik, qaranglar. Mana shu songa bag'ishlab she'r. Parviz aka kelibdilar bugun sahnada jim, xotirjam turib. Izzatilla akani ko'rib, eslab qoldim yozilib turib. Abdurahim aka uylaning tezroq ichidan kelgan narsani aytyapti. Mayli. O'tgan shouda bormidi mijoz, nam salfetga yig'uvchi opa, kreditga sep qilgan tipa. Yana kim bor suvchi akammi? Yana birri xollik avlodi, suvchi akam kepti ekanmi? Asli men ham xollar avlodi. Kecha ko'rdim bexos metroda. Aytkim keldi turib metroda, Parviz aka qayerga ketyapsiz? Tiqilinchda nima qilyapsiz? Xullas she'rim cho'zildi biroz. Izzat aka qarashing biroz. Abdurahim aka topinga xotin, to'ylaringizga she'r yozay keyin. Zo'r, super, zo'r. Topinga xotin. Toping xotin dedimi? Xotin topib xotinni olib qo'ying. bilan qo'ying. qo'shib boqa bo'laman deydi o'shanga o'shada. Zo'r, rahmat kattakon. Rahmat kattakon. O'tkazavr lekin yozilish Abdurahim akada edi. Maniroch. O'tkazavr oxirida Izzat aka nima desa der, Abdurahim aka siz ham bo'lasiz deydi. Oldingi safargiz. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. Rahmat. Unisi ham. Kitobmi? Tak.
Mana bu Haqqi bormi? Qaysi? qalinroq yupqaroq ekan. Qaysi bir kimga? Sizga yupqasiz deb aytadi. Bitta o'zingiz va Ha, azizlar. Pepsi ichasizmi? Yo'q, rahmat. Rahmat. Anaqani sokinlikni buzib turing. Faqat qog'oz ovoz. Asamishmi? Qog'oz ovoz bilan buzingda. Bunaqa konkurs qilsak bo'lar ekan, kim bilan tortishni. Charchab ketdi deb. Bu sizniki to'shni. Nima ekan, odam? Odam bo'lish qiyin. Adashib qoldi yor. Mana sizniki ekan lekin. Molxona. Mayli, har kimga o'ziga oy ko'ridan ko'rsaga deydi. Ajoyib, zo'r sovg'a. Rahmat Tottajon, Ulug'bek, rahmat. Rahmat. Ochingmi? Gul tushdimi qatsindan? Ha, molxona. Voy. Nima tushdi? Gul. Yo endi uylanmagan degani bu. Bo'ldi Ya tugadi. bilmagani qasiga tushishini. O'sha bolalar gul beradi. Nimani o'zgartirish kerak. Abdurahim aka, Hop. qaysi personaj o'lib ketsin deysiz? Prям o'lib ketsinmi? Yoki tirik qolsin? Ani Terminator oxirida o'lgani. Ikkida. O'shanisi. Hozir so'rab qolganingiz shu hayolim kelgani shu. Tayyorlanmadingizmi? Yo'q. Terminator 3da ham chiqadi, sizga mayli spoiler qiling. Aytadi. Siz javobingiz menimcha ko'pchilikga qiziq. Har holda o'qigansiz. Men tayyorlamagandim lekin o'lishini xohlamagan antagonistim bor. 7 filmini ko'rgan bo'lsanglar. Meni ana внутренний грязь deb o'ylamanglar. Shunchaki uni o'qiganligi uchun jalka o'lib ketish tarbiyalasa bo'lardi. 7da 7 filmida Kevin Spacey'ni aytasiz. Detektiv. O'sha o'lib ketgan. O'lib ketmagani yaxshi bo'lardi menimcha. Sizda-chi, Izzat? Manda Animedan kelasiz hozir. Itachi o'lmasligini xohlardim. Tirik qolganida ancha-muncha konfliktlarni yo'q qilib tashlagan bo'lardi. Itachi qanaqa bo'lgan? Men misol ko'rmaganman. Itachi rak bo'lgan. Voy. Bo'lmasam o'lmas. Uni hech kim o'ldira olmasdi. Prям absolyut ideal qahramon. Hammani yuta oladi. Aqlan va jismonan yetur, вообще zo'r. Lekin shu rak kasali bo'lib ketadi deb aytadi. Eng qizig'i u o'lgandan keyin u o'zi traktować qilayotgan ideyasini ukasi noto'g'ri tushunib, naborot endi men bu qishloqni yo'q qilaman deb dushmanga aylanib qoladi. Shunisi yomon. Odam bo'lish qiyin-dagi, o. Mana shunda. Mana shu. Abdulla o'lsin. O'lsin. Ha, Rossi plus bola, svolich. Oxirida tupurib ham qo'yibdilar. Anaqaga ham qog'oz o'ziga ham yetkazib qo'yasizlar. Mana. Men bitta o'qib chiqayda, ha. Hozir o'qib chiqolasizmi? Kitobxon emasman deganda agar shunaqa bo'lsangiz. Yo'q, men o'qimaganligim uchun hozir. Tak. Gapiramiz? Qani. Mikrofon. Kim dedi? Orqada. Orqada. Hozir endi oqlab berishadi-da, to'g'rimi? Odam bo'lish qiyinni o'qiganlar bitta qarshi ichalinglar. Da. Abdulla. 2 kundan keyin sizlarning safiylarga qo'shilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. U to'g'risini aytsam, u kitobcha oxirigacha o'qimaganman, o'sha ko'nglim qolib ketganda Abdulladan, shundan keyin yopib qo'yganman. Nima qilgan o'zi? Nima bo'lgan unda? Gulchehrani yaxshi ko'radi-da, o'zi yosh bola bo'ladi, qishloqqa borib, bitta qiz yaxshi ko'rib qoladi. O'zi kichkinaligida birga o'ynab yurgan qiz yaxshi ko'rib qoladi. Ismi Gulchehra bo'ladi. Unga va'dali beradi, nima qiladi, keyin shaharga kelib Sayyora degan qiz yaxshi ko'rib qoladi. O'zi u suyuv bo'ladi, derja ipr. Sayyorami? Sayyora suyuvmi? Yo'q. Abdulla. Abdulla. Qaysi qizni ko'rsa, anaqa shunaqa ta'riflab beradi. Voy, tishlari durdi ekan, beli undoq ekan, oyog'i undoq ekan deb juda ta'riflab beradi. Shu kitobda ham shunaqa yozilgan joylar bor. Kim o'shanga yomon ko'rgansan? Sayyora bilan, ha. Sayyoraga o'zim o'xshatganman deydi. Yo'q. Ta'sirli tushib u bo'qib ketadi. Keyin Sayyoraga sal nima qilib qo'ygandan keyin yomon ko'rib qo'yganman uni. Unga Gulchehra ishonadi, lekin oxirida Gulchehra o'ladi-da. Va rakba bo'ladimi? Atak bo'lmasa hech kim o'ldira olmas. O'sha rostdan ham o'sha mana shu qo'lingizdagi kitobda Abdulla eng yomon nimada? Bir
plos bola bo'lganda. Kesasizlar. Kesib tashlasa bo'ladi-yu joyini. Qaysi tanishingizga o'xshaydi u? Abdulla. Abdullaga o'xshaydi. Qaysi tanishingizga? Kursdoshimga o'xshaydi. Kursdoshingiz. Ismi nima? Ismi nima ismi? Pip qo'yamiz deb premiumda Yo'q. beramiz unisini. Emas, Agar ismini bilmoqchi bo'lsangiz Telegram kanalimizga o'tib hozirroq. teskari aytsangiz ismini, teskari. Yo'q. Kursdoshini shunchalik to'poy deb o'ylaysiz. Yo'q, lekin yo'q. Yoki ta'tilda o'qiganmisiz? Yo'q, menda ikkita joyda o'qiganman. Ikkitasida ham hammasi o'g'il bolalar. 26 talar o'g'il bola ichida o'qiganman. Hammasi o'zi deb o'ylaydi-da. Yo'q, bitta kursdoshim bo'lgan. Bitta qizni aldab mana shunaqa ish bo'lib ketganda, o'sha bolaga o'xshaydi. Suyuq bo'lganda. Sardor ismi. Qashqadaryolik Sardor. Qashqadaryolik Sardor Falonchiyev 70-75. Aksiyo. Tojiyev. Tojiyev Sardor. Qashqadaryolik. Ochitma. Tatuda o'qigan. Tatuda. Oxirida Abror Artagram aka o'g'li, Abror o'g'li. Abror o'g'li. Tojiyev Sardor Abror o'g'li. Mana kameraga qarab. oxirida Artagram menga o'sha bilan jang berdi. Ha, 26 ta bolani 26 ta bolaning ichida bitta o'zingiz o'qiysiz. Ha, bitirganman. 5 yil o'qidim. Ko'ykada ham o'qiganman, Ko'ykada ham Koreyskiy sentr, u yerda ham 30 o'g'il bola bilan o'qiganman. Wow. Men eslab Borgan qolganman. zar osh. Tengiz 46 ta bor. Amerikaga borganman. Biz o'timizda 60 ta bolalar bo'lgan. Rahmat. Zo'r, ajoyib. Zo'r, rahmat variant uchun. Shu o'rinda sirazi anaqa qilmoqchi edim. Bizaga Darkul showga kelganda birinchi bo'lib sovg'a bergan tomoshabinimiz именно shular bo'ladilar. Sizga bugun mana kitob mavzusi bo'lganligi uchun Odam bo'lish qiyinni bermang. Yo'q. Oxirgi Odam bo'lish boshini yetib tashlaymiz-da, oxirini beramiz. Oxirini o'qimagansiz o'sha. Odam bo'lish qiyinni Abdulla o'lgan variantini sizga. Ya. Mana Akadem nashrdan yangi chiqqan William Goldingning Vorislar degan kitobi yangi chiqdi. O'sha kitobni sizga kam bo'lsa ham ko'p o'rinda topshiramiz. Rahmat. Bu yerda o'qisiz lekin unaqa personajlar yo'q, sevgi, qizni aldash emas. Bu yerda konkret shu aka-uka bir-birini aldab. Kelasi ham plas bo'ladi. Bo'ldi, o'qiyman. Rahmat. Xursand bo'lamiz va Akadem nashriyoti ham. Kursdosh kesib tashlaysizlar? Ya, kesmasanglar ham bo'ladi. Keyingi safar olib keladigan sovg'angizga bog'liq. Umar Zakunchi. Umar Zakunchi kim? Eshitganman Martin. 2 eshik orasida O'tkir Hoshimovmi? O'qimaganman-da. Kim yozdi? Jononni kim? O'qimagansiz. Sanikimi? 2 eshik orasini o'qimaganman. Seriozmi? Yana ham balandroq so'rang. Mikrofonni uzatinglar. 2 eshik orasini ham o'qimaganmiz. Kim yozibdi? Umar Zakunchi ozgina yomon ko'rib qolganman. Nega? 2 eshik orasida. Просто skvaznik qilib qo'yganda. Yo'q, endi Plus ekan. mana bu Abdullaga o'xshaydi. Yo'q. Umar Zakunchi mana bunaqa narsa. Eri urushga ketgan ayolni holidan xabar oladi. Holi bormikin deb. O'lmasligi kerak Daenerys. Okey. Daenerys deb yozibdilar. Daenerys o'lish kerak edi-ku. Daenerys. Siznikimi? Nima bu Daenerys'ni onasimi? O'sha. Qancha odam o'ldirganini bilasizmi? Uni o'rtog'ini o'ldirib yuborishdi-ku. O'rtog'ini achinmasdan o'ldirib yuborishdi-da. Kiyim yashgan. Arziydi. Sizni marketologist emasmi? Yonni olasiz. Bitta o'rtog'ini o'ldirgani shu целый natsiba shahardagi hammani o'ldirib yuborgan. Ko'rganmisiz? Drakonda o'qiganmi? Da, конечно, ko'rganman. Naryodagi koroleva o'sha butun shahardagi odamlarga javobgar edi. Agar uni anaqasi uchun o'rtog'ini o'ldirib yuborgani uchun uni shahardagi odamlar o'lib ketdi. Daenerys men to'g'ri qildi deb o'ylayman. Oxirida o'sha koroleva bo'lish kerak deb o'ylayman. Daenerys to'g'ri qildi deb o'ylamayman. Lekin kitobida undan ham battar ishlar yozilgan. Bu yerda ochishmaganda, u вообще borgan sari tiranga aylanadi. Nega tiranga aylanadi desa, chunki tiran bo'lsagina butun dunyoni 7 korolevsani hammasini boshqarish mumkin deydi-da. Bemalol o'sha odamlarni o'ldirib tashlaydigan bo'ladi. Jon Snow o'zi qonun jihatdan ularning avlodidan bo'lsa ham, Starklar bilan o'sgani uchun odamiyligi bor edi. Chista o'shaning uchun ham qonun kuchli bo'lgani uchun u real kuchli personaj, lekin odamiylik jihatdan Starklarda tarbiya olgani uchun odam. Bunaqasiga ham eng zo'r personaj, o'shaning uchun uni
главный qilishgan. Главный bo'lmaydi. Daenerysni o'ldiradi. Ну, kitobgacha. Aminger yeri o'lgan bo'lishi kerak edi. Aminger. Kim yozdi? Kim bu o'zi? Nimaga? Aminger kino eri o'lib qarziga kirib ketgan bo'ladi. Akasi uni to'g'ri yo'lga solishni xohlaydi. Lekin akasining gapiga kirmaydi. Meni hayotimga aralashmang deb. Akasi rosa boy bo'ladi, shunga yordam bergisi keladi. Erin akasimi? Ha, erin akasi. Kimmi erin akasi? Aminger. Bosh qahramonni eri bilan qaynog'asi bo'ladi-da, короче. Shuni o'rtasida qolib ketadi kelin. Ikkalasini o'rtasida qolib ketadi. Eri o'lib ketgan qilib ko'rsatadi o'zini. Aslida o'lmagan bo'ladi, uni xotiniga etmay ham ketadi-da. Keyin u paytda qaynog'asi bilan qayerdan bu kinoni qaysi davlat olgan? Qozog'iston. Qozog'istonmi? Ha. Qaynog'asi bilan nikohlanadi. Qaynog'asi o'zini nimasiga oladi? Kelinini. Keliniga. Aha. U o'zi ham o'ladigan bo'ladi-da, qaynog'asi ham. Endi u o'layin deb turgan paytda eri tirilib keladi. Ikkalasi endi yaxshi bo'layotgan paytida. Eri qaytib kelgan paytida o'sha qaynog'asini yaxshi ko'rib qolgan bo'ladi. Ha, o't masaladek ko'ndalang. O'shanga nomi shunaqa ekan kinoni. Yo, Aminger degani akasini xotini o'lib qolsa yoki ukasini akasi yoki ukasi o'lib qolsa, xotinini o'ziga nikohlab olish amingerlik bo'ladi. Qozoqchadan. The Departed. Billy Cruz degan tirik qolish kerak edi. Ko'stigan. Anum, Dekabium. Bu kino ikkita krisa haqida. Ikkita krisa haqida. O'zbekchasi boshqa. Отступникimi? Fincher emasmi? O'zbekchasi nima deyishudi? Murtadlar. Murtadlar, ko'ryapsiz? Ya'ni nima? Murtadlar. Leonardo DiCaprio bilan Matt Damon, Mark Wahlberg. Haqiqatan zo'r kino. Jack Nicholson o'ynagan Martin Scorsese. Scorsese kinosi. Ya'ni bu kinoda mafiyani odami politsiyani odami ko'rganman. Bo'ldi, esladim. Oxirida hammasi zo'r ketayotganda birdan DiCaprioni o'ldirib yuboradi. Maza qilaman-da. Tars chiqadi. Hamma o'ladi oxirida. Bittasi qoladi. Wahlberg qoladi. Eng zo'ri anu ham tirik qoldimi deb o'ylayotgan payti, Stuart Series shunda turayotgan payt Wahlberg daq edi otadi. Ko'rmasanglar bo'ladi o'sha. Men bu odamni o'lish kerak degan odam o'lgan. Tirik qolsin degan odam tirik qolgan to'shni. Hammasi joyida. Yaxshi, hammasi joyida menda deb. Davom etamiz. Anaqa yo'q. Keyingisi Ulug'bek xazinasi Odil Yoqubov asari, qahramon Abdulatif. Deyishdi, bo'ldi, o'qimayman. Assalomu alaykum. Abdulatif Tori o'zi o'ldirmagan, hukm bergan. Taxtini egallash uchun, hukmdorlik qilish uchun, chunki taxtalash boshlangan payt. Ishni o'zi o'ldirmagan, lekin baribir tarixda 6 oy hukmronlik bilan, padarkush nomi bilan qolib ketgan. Nima fikr bo'ldi hozir? Nima deb yozishgan ekan? O'sha Abdulatif o'lish kerak, to'g'rimi? O'lgani o'zi? Yo'q. 6 oydan keyin. 6 oyga ham bosh kerak emas edi. Menimcha anu monologlari bor. Nega yuragimni qoplari iztirob, uni ko'rsam yo eshitsam. Abdulatif. O'sha Abdulatif monologini o'qib o'qishga kirganman. Abdulatif monologini o'sha monologdan olishgan. Hozir u darajada bu monolog ana endi tub burilish. Hozir ana o'qishga o'zini kuchi bilan kirganmi yo'qmi aniqlaymiz. Esimda qolgangacha aytib beraman, esda qolguncha. Nega yuragimni qoplar iztirob? Uni ko'rsam yo eshitsam yoki o'ylasam, axir mag'ribdan to xonbaliqqacha. Kechirasizlar. Yo'q, esimda yo'q. 4 yil bo'ldi aytganimga. Ha, o'nadi. Kechirasizlar ham shuni ichidami deb o'ylayman. Men ham shuni o'yladim, o'g'ri. Kechirasizlar. Otam o'ldirgan. Obrazlar chiqmasdi-da, lekin jon jahdim bilan yodlagandim. O'sha monologdan ko'nglim to'lganda o'shandan olishgandi. Zo'r. Ikkigan yana nimadirlar ko'rsatish kerak? Yo'q, monolog o'zi yetadi. Yo'q, ariya aytganman. Ko'p narsa bo'lib ketgan, esimda yo'q. Stol bo'lgan deyishmagan? Ha, yo'q. Budilnik bo'lgan. Kuchuk qo'ymoqchimiz biz to'p.
kirgandan keyin bo'ladi. Ha. Qop-qora kiyib oladi. Xohlagan hayvonni aytadi. Sen mana shu mana kamsitilishni eng yuqori darajasini kirganimda sezganman-da. Shunday qaraydi-da yuzingizga. Sen itga o'xshaysan deydi. Sen itga o'xshatib bergin deydi. Sen baqasan deydi. Yo'q, mana men baqaga o'xshaymanmi men? Ha? Baqaga. Qurbaqaga o'xshaymanmi? Ne yashil kiyib yuribsiz? O'shani o'xshatganman-da. Konkretniy kamsitilinadi. To'g'ri, maza qiladi ustozlar ham bilmayman. Prosta yuzingizga qarab turib, sen jirafasan, sen yalqovsan. Sen filsan. Yo, jirafani qanaqa o'xshatish mumkin? Kimga o'xshaydi qarang. Yuziga qarab ayting-da. Begemot. Beka demoqchi shaytonatdagi. Da, shunaqa. Jirlamasan o'tda. G'alati chiqdi. Nima qilmay? Mayli. Men qaysi hayvonga o'xshayman shu turishda? Lemur, ha? Lemur. Karol Julian. Chochta. Albatta, movet. Yo, men xafa bo'lmayman. Men 40 oy o'tsam xafa bo'lmasdim. Zo'r. No, tulka-da, ko'proq tulka, 9 ta dumli tulka. Voy. Itachi bo'lganda shunaqa gaplar bo'lmasdi hozir. Mufasa o'lmasligi kerak edi. Mufasa. Ya, Mufasa o'lmasa Simba unaqa odam bo'lmasdi. Odam bo'lmasdi. Odam bo'lmasdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Daler. Birinchi marta keldim. Rahmat. Yoshingiz? Talabaman, 21 yoshdaman. 21 yoshda. Yerda o'qiyman Toshkentda. Nimaga o'lmaslik kerak edi? Shu detskiy travma deydi-ku, bolalikda ko'rganimizda. Kechagida esingizda. Xuddi shu. Sizni yoshingizda ham bab qolishi ko'rganmi? Bu qolishi zarpakalini deb o'yladim men. Qolishi o'lmasligida. Necha yoshligingizda travma bo'lgan? Shu maktab 1-2 sinf paytlari edik, menimcha. Hamma shuni ko'rib apa bo'lganimizga diskomfort his qilganmizda. O'sha aynan qiziq joyda reklama qo'yib yuborishmaganmi? Yo'q, paytlar. Bular paytda o'sha reklama bo'lmagan. Yoshlar O'zbekistonda bo'lar, bolajonda bo'lmaslik. Zo'r. Bolajon bormidi o'sha yoshligida? Ana oxirda balonlar ana qilib turadi. 12 dan keyin. U oxir yaqin yillarda bo'ldi shekilli-ku. Baliqmi? Yoshligingiz ham yaqin yillarda bo'lgan. Shunaqa ketmadik biz. Mufasaga achindingiz. Reallarga Mufasa o'lmaganda Simba bunaqa. Hatto Mufasa o'lgandan keyin Simba vashi kayfarik bo'lib ketadi-yu. Ana olib kelmasa, ana qo'ng'izlarni chekib, og'aynilari bilan. Anaqada atrof muhitim babib bog'luvdi. Qanaqa bo'ladi? Mufasa borib, uchalasa Timon и Pumba degan og'aynilari bilan o'tirib olib. O'rmonda bilgan ishini qilishadi. Hakuna Matata deydimi? Simba olaverang-da qanaqadir. Shunday. Sochi ko'p. Xuddi o'zingiz. Cho'chqa emas, Mr. Cho'chqa edi-ku. Chiya bo'rilarga qarshi avtomatiz bor. Lekin menga ana как antagonistka yoqqan lekin. Star yomon. Такой xarizma bor-da, просто. Haqiqatan. O'ziga mosdi. O'zi ko'p antagonistlar o'zi shunaqa xarizmali bo'ladi. Yaxshi ochiladi. O'zi yozuvchilar ham, ssenaristlar ham antagonistga ko'proq mehr qo'yib yozadi-da. O'sha ana nimasini ochiladi-da. O'tgan kunlar kumush emas, Otabek o'lib ketish kerak edi. Вот это bu qattiq chaqiv bo'ldi. O'lmas temada bu bori. Kim yozgan? Otabek suyu bo'lgan, boshlashadi. Hozir oladi-da. Men bu kitobni o'qiganman, hozir bormayman bilmayman, sizlar topib o'qirsizlar deydi. Spoiler bo'lib qoladi. Yana sizmi? Ne ikkita varoga yozasiz? Bitta qo'shuvdim, bilmadim. Ikkita varoda bo'ldi. Nima qilib varoni uvol qilyapsiz? Uvol qilmang unaqa. Keyin esimga kelib. Nimaga unaqa deyapsiz? Prosta. Yo'q. Yana prostami? Yo'q, aysiz odam o'lib ketdi-da. Ну, o'zi jirtillagan odam o'lsin edi. Jirtillagan. Otabek jirtillamagan-ku. Где-то 10 yil oldin o'qiganman, esimdan chiqdi ancha. Juda yomon. Lekin esimda bor narsa bilan yozganman u yoqqa. Hozir esimda bor kitoblarda hech kim o'lmagan. Hozir esingizda bor kitob qaysi? Algebra 8-sinf. Huquqshunoslik 9. Geografiya. Yo'q, hozir eng oxirgi kitobim
factfulnessni o'qiganman. Nima? Ular ko'proq faktni faktli. Adabiy kitoblar o'qimay qo'yganman. Adabiylarning eng xorkisi o'sha. Otabekning ishi hozirgi zamon ta'biri bilan noto'g'ri deysizmi yoki o'shatda ham noto'g'ri bo'lgan deb o'ylaysizmi? Hozirgisi bilan. Kim qo'shiladi? Kim o'lsin deydi, uzr. Kim o'lsin deydi Otabek? Ayollar, qizlar bu. Kim Otabek mujik deydi? Mujik. Mujik bo'lsa lattaga o'xshab ikkinchisiga uylanmasdim. Итак, мы начинаем мужское и женское. Сегодня у нас в гостях Otabek. Пригласим Otabeka. Kelib olib. Ya endi u ota-onasiga qarshi chiqa olmagan. Men o'zim ham yaxshi ko'rganman. Xo'p degan. Men o'sha zamonni ham, o'sha zamondagi o'zbeklarning normasini ham bilmayman rost. O'shaning uchun menga g'alati bo'ldi. Siz kimsiz o'zi? Men boshqa millat vakiliman. Qirg'izmi? Yo'q. Qozoqmi? Yo'q. Qoraqalpoq. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Lekin ne yaqin-ku kultura, madaniyat. Yaqin emas. Yo'q-e? Zo'rmi? Uzr, mayli, kelsangiz joyimda. Bizda sevishsa olib qochadi, bo'ldi. Bitta o'sha bilan. Ikkitasini olib qo'ysa-chi. Ikkinchi oila bo'lmaydi bizda. Ikkinchi oila bo'lmaydi. Qoralanadi. Qoralanadi? Da, ikkinchi oila bo'lmaydi, umuman bo'lmaydi. Ha, mumkin emas. Yo, alohida xon. Olib qochsa qoralanmaydi. Olib qochsa endi qarang. Nikohlanib. Da, to'g'ri. Nikohlangandan keyin olib qochadi. Yo'q, olib qochadi, nikoh o'qitadi, keyin Va yashaydi. anu hamma rozi bo'lgandan keyin, merimi qilgandan keyin. O'sha narsani aytib ketay bitta. Ayting shuni. Uni o'zbeklarning hammasi o'ylaydi, olib qochdi, u qiz ham rozi emas, yashab ketadi deb o'ylaydi. Shunaqa emasmi? Unaqa emas. Ba'zan mana shunaqa bo'lmaydimi? Qiz rozi bo'lmasa, senda qilishadimi ular? YouTube'da ko'radigan. Olib qochuv hozir oldin ham kelishuvda bo'lgan, hozir ham kelishuvda bo'ladi. Men seni ertaga olib qochaman deb aytadi, kafega boradi, o'tiradi, kamera bo'ladi. Olib qochadi. Qiz o'zini bilmagan oladi. Voy, postanovkaga. Voy, nima qilyapsiz? Ko'tar. Chissani, Merimini. Ha, Merimini jo'ski yog'ida. Qizni o'z mashinaga o'tiradi, olib boradi. Ha, o'zi o'tar ekan ham. Zavod bo'lmasa benzin quyib beradi boshqa joyda. To'xtab turing, men shunda kirib chiqay magazinga dedim, men birga turganimizda. Chanqadi mazgina. Nozlanadi, tushadi. Sal nozlanadi. Sal nozlanadi. Yo'q, endi yig'lash kerak-ku. Bolami? Bilmaganda. Bola nozlanadimi? Qiz. Nima qilamiz, hozir tushamiz. Qiz. Keyin uyga borgandan keyin nikoh o'qitadi, undan keyin yashaydi. Undan keyin sразу to'y beradi. Agar rozi bo'lmasdan olib qochsa-chi? Anu bir xil joylarda ko'rganmiz, qiz yig'lab o'tirgan bo'ladi. Uydagilari borib olib ketadi. Ha? Uydagilari borib olib ketadi qizni. U anaqa minus sanalmaydi. Yomon narsa emas u. Chunki nikoh o'qitilmasdan, yashamasdan oldin olib ketadi. O'sha kuni boradi. Sizlar o'ylaganda yomon narsa emas. Qanaqa topadi ular? Uydagilar olib qochib ketganda uni uydagilar qanaqa topadi? Olib qochgandan keyin bolani uyidagilari sразу qizni uyiga boradi. Biz qizingizda 10 ming olib kelasan. Yoki barmog'i ketadi deb. Yo'q, qizingizni olib ketdik, shunaqa. Ha, rozi bo'lmayapti, olib keting deydi. Yo'q, quda bo'laylik deb boradi. Keyin qizni uydagilar o'sha borgan quvg'inchilar bilan birgalikda bolani uyiga boradi. Kimlari bilan birga? Quvg'inchi deb aytadi. Quvg'inchi. O'sha bolani uydan boradilar. O'shalar bilan birgalikda boradi uyga. Rozi bo'lsa, qizni o'zi rozi bo'lsa tashlab ketadi, rozi bo'lmasa olib ketadi. Bo'ldi, всё. Ota-onasi rozi bo'lmasa-chi? Qiz rozi bo'lsa. Ota-ona rozi bo'lish shart emas. Bo'lishi mumkin emas. Ota-ona rozi. Ota-ona rozi bo'lish. Siz menga noto'g'ri savol berdingiz. Oling. Bizda qiz rozi bo'lsa, ota-ona rozi-da. Ha, shunaqasi ham bormi? Bizda doim shunaqa. Qiz rozi bo'lsa bo'ldi. Ota-onasi mayli deydi. Ota-onasi mayli demasa ham haqqi yo'q olib ketishga. Qiz keyin yoqmay qolsa-chi, ota-onasi telefon qizingiz bizda 10 ming berib olib ketaymi qizingiz? Unaqa vaziyat bo'lmagan hali. Bilmadim. Zo'r. Ko'tarish kerakmi yo shart emasmi? Nima qilish? Ko'tarish kerakmi demoqchi. Sizga nima muammo? Qiz yengilroq bo'lsa ko'tarib qochadi. Ha, ya'ni olib qochish. Agar og'irroq bo'lsa bolani ko'taradi. Og'irroq bo'lsa o'zi o'tiradi. Dumalab ketadi. Вообще. Demak, yo'q, borsa bo'ladi. Anaqasiga ham qaraydi. Mashinani ham tanlayotganda o'shanisiga qaraydi, tak, labo deydi. Ha, borsa yoqtirgan qizni sal rozi bo'lsa olib qochsangiz bo'ladi. Sal rozi bo'lsa? Borib olib qochaverasiz. Sal rozi bo'lsa. Yo'q, borib emas, sal gaplashasiz. Qiz rozi bo'lsa olib qochasiz. Kelmay qoldi. Ota-onasining roziligini olish shart emas.
ota-ona rozi bo'ladi. Qizni roziligini olsa bo'ladi. Shart emas, ota-ona rozi bo'ladi. Yo'q, o'sha narsani aytib olganim ham yaxshi bo'ldi. Chunki ko'p o'zbeklar noto'g'ri o'ylaydi-da. Men qozoqlar olib qochish. Da, biz ham ko'chada ko'radi, bitta qiz ketyapti, bo'ldi, shu qiz olib qochib. Ha, Qozoqlarda ham shunaqa? Ha, qozoqlarda ham shunaqa. Anaqalari ham bor. Ani gap qilib yormaydimi, olib qochib ketib qopti. O, ana qaytib kelibdi. U eski, где-то bir 70-80 yil oldin gap qilgan bo'lishi mumkin, hozir gap qilmaydi. Qizingizni o'g'irlamoqchiman desa, san aniqmi o'zi 3 marta уже o'g'irlashdi o'chata. Oldin o'zidan so'ra. Qizim rozi. Zo'r. Ajoyib. Kim? Qoraqalpog'istonga sayohat qilamiz. Ha. Maxsus tur, mana shu Kul showi O'zbekiston bo'ylab turini tashkil qilmoqchimiz. Birinchi manzil Qoraqalpog'iston. Международный endi shunga qoldi kunimiz. Yo'q, atak o'zimizda ham shunaqa bo'lganda, lekin siz olib qochishingiz uchun qanchalik ko'biltga sig'adi bagajga. Siz bir anaqa komanda bilan bormasangiz, qiz rozi bo'lmasa. Unda eshikni sindirib kirib ana chiqdi-yu, chet elda desa, qo'lingni ko'tar, qimillama joyingda, biznikilar desa, shunday eshikni ko'rdinglarmi, ko'rmaydinglarmi? Ayting. Banditlarni kesamiz mayli bu joyni. Короче, реально voqea olomatda kesamiz, xo'p. Kesamiz. Ko'rmadinglarmi Reels'da? Konkret operlar kelyapti-da, eshikni tirsin sindirib, banditlarga qarab, qiz. Yo-mayo. Komment ketdi-da inglizlarda. Don't move. Freeze o'yatdi. Qimillama deb bizda shunday kirgan. Yo'q, qimillama, ana kinoni eslaganda, qimillama deydi-yu. Nima dedi? Ya, nima kirish kerak bizga. Yo'q, shunaqa deyiladi-yu, haqiqatda zo'r. Virusni bo'lib ketdi-yu video. Ya, ko'rdim, aytganingizdan keyin esladim. Farsaj, Paul Walker tirik qolish kerak edi. U kinoda o'lmagan. U kinoda o'lmagan. U hali kinoda u personaj tirik. Yana boshqa yo'lga ketib qolgan. Endi chiqadi. Oxirida ko'rdingizmi? Ko'k mashina keldi. Ha, u anaqa posti. Mostdan buyoqqa ketib qoldi, sevgilining yo'liga chiqib ketib qoldi u. Bo'lib, keyin aylanib kelguncha yangi hayot mostiga chiqib ketadi. Yo, u keladi, endi uni CGI bilan to'g'rilab yorishadi-da. Oydin Tulla asariga qanday ta'rif berasiz? U yerda kim aybdor, qiz yoki bola? Bu mavzuda qizlar va bolalar juda ko'p bahslashadi. Oydin Tullani o'qiganlar bormi? Oydin Tulla. Qiz aybdor deganlar qarshi chalsin. Nastinka. Endi bola aybdor deganlar. Bo'ldi, hal. Qiz aybdor ekan. Ha. Boshqa. Bolg'a bormi? Xayrlashdan oldin kelgan mehmonimizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Vaqt ajratib kelganingiz uchun. Chunki siz kuzatamiz, ijoddan to'xtamaysiz. Vaqt ajratganingiz uchun kattajon rahmat. Rahmat kelganinglar uchun, taklif sizni deb kelganlar ham bu ancha ko'p ekan. Men o'tirsam bo'ladi, menimcha. Sizlarga kattajon rahmat o'sha sarflagan mablag'inglar va vaqtingizga rozi bo'lsanglar bo'ldi. Men uchun glavniysi shu. So'nggi so'z sifatida. Ya, ikki og'iz mehmonimizni. Ha, bular oxirida yakunlaymiz. Duo qiladiganman. Tushunarli. Rahmat taklif qilganinglar uchun. Xursand bo'ldim. Sizlarni kelganinglar uchun alohida rahmat. Menimcha rozi bo'ldinglar o'tkazgan vaqtinglarga degan umiddaman. Hammanglarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Agar jonli ko'rmagan bo'lsanglar, YouTube orqali tomosha qilayotganda komment yozib, izohlarda fikrlarni bildirsanglar bo'ladi. Ulashib, like bosib, aktiv ko'rsatsanglar, bu bizani ko'rsatuvimizni rivojlanishi uchun katta qaysi mavzu haqida gaplashmoqchi bo'lsanglar, yozsanglar, o'sha mavzu tanlash bizga ham ancha osonlashadi. Kommentlarga yozishinglar mumkin. Qaysi mavzu sizlarga qiziq bo'lsa, kommentlarga bemalol yozsanglar bo'ladi. Sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr. Yaxshi aytib oling. Kattakon.